Assalomu alaykum. Sizlarga birodarlar, obunachilar. Mana stol ustlarimiz ham tayyor bo'ldi. Inshaalloh chiroyli bo'ldi. Oka xohlaganda qilib, chiroyli qilib berdi. Shkalan svetda va jigaran busun dedilar. Chotkilar inshaalloh chiroyli qilib berdi. Qo'llar kelgancha o'zingizga baho berasizlar. Bular uzunligi 1.70, 8 kishilarga shunaqa xizmatli bo'lsa aloqaga chiqsangiz sizlarga ham qilib beramiz. Xonimiz 75 ga uzunligi 1.70 bo'lgan. Taxtamiz qalinligi ham 2.8 chiqadi. Xudo xolasa, profillarimiz ham razmeri 4.2,5. Qolgandagi chiqib 4.2 qo'yib bitganmiz, 4.2,5. Shunaqa yo'llarga chiroyli qilib naqshlarni qilib gullarni qo'yib berganmiz. Ranglarga o'zini baho beringlar. Jigarani qilib chiroyli qilib berganmiz. Mebelni svetda qilib. Orqalari ham gaga bo'lib bo'lgan, o'shiqchalarni kesib tashlaganmiz. Shunaqa profillarini, noshkalarni qo'yib berganmiz. Teggan ashaqa purchatkalarni ishqalab shilib tashlamaslikka. Xudo xolasa sizlarga ham chiroyli qilib beramiz. Eng yutuq tomonlari ana xonimiz tevasini ham tevasidan shuruplamaganmiz, qolganligi boshqa. Orqa tomonlardan shuruplaganmiz chiroyli qilib. Kompon tevasiga dasturxon solinsa, salafan solinsa, 7 o'rmon xudo xolasa tik silliq bo'lgan. Uzunlarni ham orqasi gaga bo'lgan. Suvarkalarni ham ichidan to'ldirib, ana 3 tomondan suvarkalarni qilganmiz. Orqa tomonlarda shuruplayamiz bularni ham. Birattasini oldigan shuruplar kelmagan. Bitta mashatda shurup bo'ladi, xolos oldida. Qolgan joyini hammasida orqa tomonlarga shuruplayamiz. Shunaqa noshkalarni qo'yamiz har bittasiga. Mana o'zini baho beradi. Hamma yoqi gaga bo'ldi. Hamma yoqini suvarka qilganmiz 3 tomondan to'ldirib, sinib ketdi bo'lmaydi. Hamma yoqqa shunaqa gullarni qo'yib chiroyli qilib berganmiz. Bag'da mana Farg'onaga chiqib ketadi xona. Bu ochiq sveti 2 metrlik. Xonimiz bu ham 75 ga uzunligi 2 metr bo'lgan. Zakasno bo'lgan bu ham. Reykalarni oshiqcha qilib bitta yarimta oshiqcha qo'shib berganmiz. Bunda ham o'rta yo'qlari ikkita bo'lgan. Ustiga chiqsa ham hech narsa qilmay sakraysa ham. Bularni ham orqa tomonlardan shuruplab berganmiz. Buni e'tibor bering. Kiyim kechali ilinmaydi, boshqa bo'lmaydi. Xudo xolasa chiroyli bo'lgan. Qo'llarincha chiroyli qilib berganmiz. Bu ham gaga bo'lgan. Bularni ham o'shiqchasini endi kesib tashlamiz. Bularga ham shunaqa yo'llar gullarni qo'yib berganmiz. Chiroyli qilib. Xonlardan teglardan shuruplaganmiz bunikini. 2 metrlikda ikkita belog'lar bo'ladi. O'zini baho berasizlar inshaalloh chiroyli qilib. Sizlarga qilib beramiz. Kelishgan holati dastlabkisini ham yo'lga qo'yganmiz. Kelishgan holati dastlabkisini qilib beramiz. Aloqaga chiqsangiz bo'ldi. Hamma yoqlarni gaga bo'lib bo'lgan. Bular 1.70, 8 kishilarga, bular 2 metr 10 kishilarga.